Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Ahron Minecraft. Bugun biz o'sha hammaga tanish bo'lgan, ya'ni Kaizo va yana boshqa blogerlar, Artifar va yana shunga o'xshash blogerlar shu modni o'rnatgan. Qanaqa mod desangiz, bu masalan biz tovuqni o'ldirsak, biz tovuqqa aylanishimiz mumkin. Albatta mana shu braslet orqali. Hozir yana ozgina video o'rgandim. Videoni boshlamabman, tushib qolmabdi videoga. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ilyos Minecraft. Har doim videoga bo'laman. Men tanimaydigan bo'lsangiz, teparoqdagi videolarni ko'ring. Do'stim, senda ovqat bormi iltimos? No, biz mana endi tushmay qolibdi, menda ayb yo'q-ku. Hozir endi biz qo'yga aylanamiz. Mana qo'yimiz endi. Do'stlar, anchadan beri kuzatyapman. Xullas, birinchi videomiz normal prosmotr bo'ldi. Iltimos do'stlar, iltimos obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Atiga 6 tagina podpисчикimiz bor, xolos do'stlar. Iltimos obuna bo'lib, like bosib qo'ysangiz, bu videoning ikkinchi qismi ham chiqadi. Aytgancha, cho'chqadan epik narsalarni videosini biz 3-qismini endi bir 10 ta podpисчик bo'lsak, ya'ni 10 ta obunachi bo'lsak, chiqaramiz. Cho'chqadan epik 3-qismini. Albatta do'stim bilan, do'stim bilasizlar, bitta videoyimda u bilan qatnashmadik, chunki biz u maktabda ketgan edim, men uyda edim. Chunki men abetliman, u ertalabli. Xullas, endi do'stim, o'zingni savoling bo'lsa gapir. Iltimos, obunachilar o'ta kamlar. Iltimos, shu kanalni ham podpishka qo'ringlar. Iltimos, odamlar. Atiga 6 ta podpисчик nima qiladi? Men o'tgan safar, ya'ni 3-videoimda 6 ta podpисчик bo'lib, xursand bo'lib bir video chiqargandim. Endi pasayib ketyapti-da. Iltimos, obuna bo'lib qo'ying. Podpishka qo'ringlar, like bosinglar, obuna bo'linglar. Sizlardan hech nima ketmaydi. Pul ketmaydi, yo'q, pulmas-ku. Xullas, bitta ko'plarchani bosasizlar, bizga esa ancha videolar chiqarish uchun motivatsiya bo'ladi. Hop. Do'stim. Hop, o'tinglar. Hop. Men otamga aylanib olay. Oddiy biyom bu. Qishloq topishimiz kerak. Da, qishloqda biz uymi kerak emas, bitta divan bilan samolla kerak va galen ham kerak. Chunki galenni o'ldirsak biz galenga aylanamiz, to'g'rimi? Agar jiterli ham o'ldirib ko'ramiz. Shu Minecraftda xullas bizning maqsadimiz bu Ender Dragon'ni zavq etish. Endi bu qismda bo'lmaydi, ikkinchi, uchinchi qismda Ender Dragon'ni o'ldiramiz. Ha, albatta. Obuna bosib qo'yinglar. Bu video aniq qiziq bo'ladi. Hamma videolarimizdan ham ko'ra albatta qiziqroq bo'ladi. Chunki bu yerda sizlarga agar 10 tagina emas, mayli 20 ta like yig'sa, modlarni o'rnatishni o'rgatamiz. Men yonimga kelsa, mana $2 beradi. Hozir o'rgataymi yo obunachilar narsa qilsin? Yo'q. Hozir olsin.
Просто mashina obunachiga Ot. Biz ot o'ldiramiz. tez yuguramiz. Men sen Bo'ldi, men otman. O, jonimiz ham ko'paydi. tez yugurarkanmi odam bilan bir Tez yuryapti, umuman tez. Ham balandga sakrar ekan. Quroqlarni obunachilar o'zinglar. Kimda ovqat bor? Yaxshirog'i bir narsaga aylaninglar. akalar o'rgatayman. Keyingi qismda hali o'rgataman. Просто ko'pgina obuna yig'ib beringlar va like ham ko'pgina qiling. Mayli 10 ta podpisчик bo'lsak, hamma modlar nimasi yo mana shu kommentariyaning tagiga yozib qoldirasizlar, qaysi modda tortishni o'rgatishimizni va qaysi kanallardan tortishni o'rgatishimizni, PUBG Minecraft tortishni, shaderlar tortishni biz o'rgatamiz do'stlar. Faqat 10 ta podpisчик bo'laylik. Lekin hamma mod tortishni o'rgatmaymiz. Sizlar aytgan modda bir tortishni o'rgatamiz. Epik narsalar deysizlarmi? Kayzo bu epik narsalarni ko'p chiqazadi. Har xil epiklar. Ha, gilam epiklar, cho'chqadan epik. Minecraft'ning kanaliga kirib tortaman desanglar chiqmaydi Minecraft. Tortib bo'lmaydi chunki u Java'da o'ynaymiz. Da. Biz hozir Bedrock o'ynaymiz chunki bizani o'sha kompyuter bor-ku, biz kompyuterda o'ynamaymiz-da. Chunki biz do'stim, sen g'alati o'ynaysan, ruxsat berishadi. Xullas biz kompyuterda o'ynaymiz. Prosta nima desam bo'ladi. Gapimam esimdan chiqib qoldi. Xullas prostagina biz kompyuterimiz bor, lekin imkoniyatimiz ham bor. Prosta bizni birinchi yaxshiroq obunachi bo'lib, kuchayib ketib, endi sekin kompyuter versiyalaridagi Minecraftni o'ynashga va'da beramiz. To'g'rimi do'stim? Do'stim, ovqat bo'lsa senda yaxshi bo'lardi-da. Sizlarga oson beraman. Agar video 10 ta like yozsa, mana shu tortishni o'rgatamiz. Da. Oson ekan, umuman oson. Tushundinglar jigarlar? Faqat bu Bedrock Minecraft. Java'da ham bo'ladi. Java'da faqat sal boshqacharoq. Bunaqa braslet nima qilib bo'lmaydi. Sal boshqacharoq bo'ladi. Zerikmaysizlar. 10 kishi o'ynasanglar ham bo'ladi. Xullas maza qilasizlar. 15 ta. Chiqqani ham hammasini o'ynab oladi. Bitta mashina o'rgatamiz. Xudo xolasa da jimtir. Xullas iltimos do'stlar, xudo xolasa ko'p obunachi bo'lib ketsak, mana ko'p videolar chiqarishga harakat qilamiz. Chunki mana notcham ko'pchilik taniydi oramizda. Qarchi shu notcham shu ko'p videolar chiqarib shunaqa xullas obunachi ko'p bo'lib ketdi. Notcham Notch to'rsini da o'rtog'imiz. O'sha qarindosh da. Xullas biz to'g'risi Notch bilan qarindoshmiz, to'g'risi. Qarchi biz Notch bizni ham taniydi. Uning haqiqiy ismi aslida Ahmad. Ahmadjon. O'sha Ahmadjon. Ahmad bizning o'sha Ahmadjon bizning kanalimizni hali ochganimizni u bilmagan. Qarchi biz ertamangi xullas yakshanba kuni, ya'ni dam olish kuni biz o'sha Ahmadjonlarning oldiga boramiz, ya'ni Notch oldiga boramiz va Notch bilan sizlar bilan birgalikda va Notch bilan birgalikda biz video chiqaramiz. Sizlarga do'stlar. Ana video chiqarishimiz. O'sha. Men hozir divan yasam bo'ladi, divan yasaman.
Sen qaydasan? Voy, sen uzoqda ekansan. Men uzoqdaman-da. Men ham yasolayman dedim. Men ham yasolayman, davay yasaymiz. Menda narsalar ko'p. Crafting table yana olamiz. Do'stlar, sizlarga qaysi mod yoqishini kommentariyamizga yozib ketinglar va bizni 30 ta like bo'lgandan keyin xullas har xil, ya'ni kommentariyaga yozgan modlarni biz tortishni o'rgatamiz, ya'ni Minecraft tiliga tortishni o'rgatamiz. Albatta Bedrock Minecraft o'ynaydiganlar uchun mod tortishni o'rgatamiz. Sizlarga xullas agar obunachiimiz ko'payib ketsa, bizni kompyuter versiyalariga o'tsak, biz o'sha kompyuter versiyalarini o'rtarog'ida biz video chiqaramiz. Bu video Java bilan Bedrockni farqlash bo'ladi. Xullas ko'pchilik aytishi mumkin artefaktni. Xullas biz o'sha ikkinchi videomizda biz narsa qilgandik. Nima edi? O'yin o'ynagandik. Masalan, agar meni kuzatsanglar, menga obuna bo'lsanglar, agar Bedrock Minecraftni kuzatsanglar, unga like bosasizlar degandik. Va sizlar meni kuzatarkansizlar, chunki 3 kishi meni kuzatargan. Ilyos hali hech kim kuzatmas ekan. Ilyos bunda aniq xafa bo'lgandek. To'g'rimi? Creeper bo'lding. Oldu şimdi. Короче, men o'tga aylanmoqman. Davlatga o'tga aylandim. Voy be. Bo'lmadi. O tepaga sakra olmagan. Короче, biz qo'yga aylansak, zombilar bizni o'ldirmaydi menimcha. Yo'q, uxlaylik. Davay uxlaymiz. Yo, bo'lmayapti. Bo'lmayaptimi? Hozir men tekshirib ko'raman. Yo'q, uxlab bo'lmayapti. Undan ko'ra odamga alamni uxlaymiz. Davay uxla. Do'stim uxla. Uxlading. Xullas do'stlar, obuna bo'linglar iltimos. Sizlarda ozginagina bir yeshni so'raymiz, qarorchi obuna bo'lsanglar haqqinglar umuman ketmaydi-yu do'stlar. Kun ketmasa, biron narsa ketmasa. Yo'q, biz biz sizlardan yeshni so'ramaymiz, faqatgina obuna bo'lib, like bosishinglarni so'raymiz. Men ko'mirlar. Do'stlar, shunaqa gaplar. Bolalar, agar shuni qanaqadir shovqinlar kelsa, hayot bermanglar, bular biz ukamiz agar shovqinlar kelsa, umuman e'tibor bermanglar, chalg'imanglar. Bizning videomizni kuzatishga davom etinglar. Umuman chalg'imanglar do'stlar. Bular uchun biz uzr so'raymiz ularning nomidan. Chunki hozir ular tovush eshitilayotgan bo'lish kerak. Mana bilmadim. Do'stlar. Hali biz One Block modini ham o'ynaymiz, to'g'rimi do'stlar? One Block'ni ko'pchilik tanisa kerak, ya'ni sizlar spam bo'lgan joylarda bitta blok ustida paydo bo'lasizlar va uni sindiraveraysizlar va joylarni kattalashtirib, yo'qlar shunaqa. Agar qishloq toplayman, menga aytarsan.
Do'stim, ke avval bizni kim? Biz Qara, biz Galeni o'ldirishimiz kerak. Galeni talashamiz, to'g'rimi? Galeni o'ldirayotganda talashamiz. Talashamiz. Galeni o'ldirishda bizni Galeni o'ldirishni nima qilamiz? Birinchi ikkalamizni o'ldiraveramiz. Agar kim o'ldirsa, kimda o'sha Galenantda spawn bo'lsa, nimaga aylandi? Xullas, ashta Galen spawn bo'lsa, o'sha Galen o'ziniki bo'ladi. Talashni bunaqa qilish shart emas. Lekin negativlar shart emas bizga do'stlar. Kommentariyga yozib qoldiringlar. Qaysi mod sizlarga yaxshiroq va yoqadi. Epik narsalarni ham o'rgatishimiz mumkin. Nima? O asallarga ham aylansa bo'ladi, tushunamiz. Ve qishloq topamiz. Nima o'ldiray? Zaharni so'chadi. Da. Zaharni so'chdim. Mani o'ldirdim, короче. Voy bu. O'lma o'rta. Menga yordam bera olasanmi? O'rta, iltimos yordam ber. Menga короче mana o'ldirishim kerak. Короче, men seni oldinga teleportatsiya bo'laman. Nega bilmadim. Hali o'ta asallarlar bor edi, kayf qilib. Bo'ldi, men asallarga aylandim. Manku. Asamidi? Men asallarni. No, короче, asallarni o'ldirdim. Yo'q, endi o'ldirdim, короче. Asallarni endi Uyga kirsak bo'lardi. короче, men asallarni hali o'ldira olmadim. Короче, menga asallar kerak. Asallarni ham shunchasini yo'q qildim, nima? Endi spam bo'ladi. Mal. Ketdi. Mavjud narsalar yasalish mumkin crafting table bilan. Menga mamslik kerak emas. Tekstga solamiz. Ahamiyat bermaylar. Boshqalar. Ammo ahamiyat bermaylar. Ularga da sizlarni ham ukili shunday qiladimi? Kommentariy yozib ketinglar. Shunaqa to'planch. Shu g'ishiydi-da. Pauza qildik. Buning uchun ham uzr so'raymiz. Men pechka solaman, pech. Crafting table qo'yamiz va pechkani yasaydi. Do'stim, senga ham pechka kerak? Nima? Bunlar narsa so'lsin bo'ladi, qatlash. Bo'ldi. Sim bo'ladi. Nima bo'ldi qani? Hoppa. Biz bir haqiqatni aytish kerak edi bular. Nima haqiqat? Aytganmisan bilmadim, aytib Ayt. 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 Bu Ahror Minecraft men ukam bo'ladi o'zi. Da, to'g'ri. Ukam bu aslida. Da. Biz sizlarga birinchi No, aka-ukamiz. Короче, просто Minecraftni o'shanam deganda turmadi. O'rtoq deb shunday qilib, xullas hazillar qilganmiz baribir. Endi chunki birinchi marta video olsagan uka degim kelmoqda. Do'st. Iltimos qildim. Men do'st deysan dedi. Короче, ro'za bo'lsa, o'zimiz turli davomimiz ayu bu videoni turli davomimiz. Arafa ham ro'za tutsa bo'ladi, to'g'rimi? Yonimda hozir to'g'rispam bu. Bo'ladi do'stim. Sen asallarimisan? Asalari ham bormi seni? Ash bir rasleting menga tashlaychi o'rtoq. Shunda tashvar. Baribir o'ziniki bo'lib qoladi. Ammo menga asal ara kerak.
Maza qilib tushunmasa, ana shunda uchib qishloq topib turishi. Masalar topib turaman. Yoki bo'lmasa uchadigan qanaqadir mavjudot topib turaman. Ma asalarni uyasimi? Day, to'xta. Teleport bo'la. Uchib yuribman. Mana bitta bor ekan. Bu yoqqa. Mana. Qancha. Bu как раз mana asalar. To'xta. Urdim menga yordam. Voy, men konga tushib ketdim. Da. Rasmana narsam bor, asalar endi bo'lalaymi? Nima asalar bo'lamaymi? Bilmadim, bo'lmayapti. Sen qaysi o'zi? Agar o'ldirsam, Senmi de uzr. Sen ham asalarsan deb men qayerdan bilayotibman? To'xta. Biz endi mana uni o'ldirib olay. Uchib ketibdi-da, men qanday uchaman? endi bo'ldish kelsa, ikki to'g'ri bordim. Ikkita o'ldirmadim. Asalarni olamanda spam bo'lmagan nimaga men rostdan ham o'ldiryapman aka. Spam bo'lmayapti, bu xatolikmi? Yana asal arini uyasini topsam aytordi. Menga juda ham kerak bo'lyapti. Bo'lmasa ana asalarni uyalaridan asalarni chaqiramiz. Bu ham variant. Ana asalar joyi qatdiydi. Biz esimdan chiqib qoldi. Namanti. Bu. Biz endi asalarni cho'lamiz edi. Chaqiramiz. Asalarni Sindiramiz. Tushmadi bitta. Juda ham asalarni. Sen qidirib turdi o'rta. Do'stlar, yana bir o'yin qilamiz. Kimni ko'proq kuzatishinglarni bunda bilib olishimiz mumkin. Agar yana meni kuzatinglar, ertalab qiling. Agar meni kuzatinglar, menga obuna bo'lasizlar, o'rtog'imni, mayli, o'rtog'imni kuzatinglar. Endi o'rganib qolganman. Agar o'rtog'imni kuzatinglar, like bosib qo'yasizlar. Va iltimos do'stlar, nima yashmaylik ketmaydi, obuna bo'lib like bosinglar. Do'st obuna bo'lib qo'ying. Biz ham ko'p video chiqarishga harakat qilamiz. Sen narsa asalarning uyasini qidirmayapsanmi? Qishloq qidirmayapsan. Sen kalingga muncha qidir. yo'q, bismillah. Topdim. Men bitta o'g'rilcha topdim. Aytgancha biz keyingi videomizda bir o'g'rilchilarda 100 kun yashab qolishga harakat qilamiz. Albatta men bitta o'zim emas, albatta o'rtog'im, akam bilan 100 kun o'rolda yashab qolishga harakat qilamiz. Albatta buni bir kun ichida, ya'ni bitta video ichida 100 kun yashab qolmaymiz. Albatta buni 3-chi qismlari bo'ladi. Bu videoni ko'pchilik chiqazgan. Albatta do'stlar, sizlar qaysi blogerga yaxshi ko'rasizlar, ya'ni ko'proq kuzatasizlar, kommentariy yozib ketinglar. Mendan tashqari albatta. Agar meni kuzatsanglar, meni ham yozinglar. Rost aytib. Namanganlik bo'lsa ham biz Toshkentga gapiramiz. O'rganib qolganmiz, oldin biz Toshkentda yashaganmiz, lekin Namangan viloyatida tug'ilganmiz. Nega bu oddiy biomas? Oddiygina biomas-da.
Sen ne sokunuyorsun? Ben sokunuyorsan sen ne diyorsun? Mangam kereydi. Asalarını indi. Ha? Asalarını o'zi sen top. Uyasini. Ha, shun kerak. Shun top. Hech qanaqa xususiyat yo'q. O'sha. Da. Semizgina bir panda aytdim. Aka yugurish ham odamdagi yugurar ekan. Faqat u ham sekindi. Endi men uchaman. Meni uchishim kerakmi? Meni boqolmaysan. Da. Qani boqolam. Da. Mana tepada. Boqolayapsan? Ha, mashina. Endi men tushib, ana qishloq topimni qilib. Topaman deyapman. Endi tepaga chiqsang. Yana bitta tush topdim. Yashirinadi. Valla artefact'im yok shuni. Albatta ari. Manda. Shunaqa funksiya bor-da. Xo'p, men yaratdim shunaqa. Bize qishloq topishimiz kerak. Oddiy buyum topishimiz kerak qishloqdan. Nimaydi sana oling bitirib. Qani kon? What the hell? Katika bitta Varden uyi ham bo'lishi mumkin. Unga. Unda bo'l. Короче, bize bize mana shu har xil moblarga aylanib bekinmachi o'yinimiz. Bekinmachi qiyin bo'ladi. Nima biyom topdim. Zombisan endi. Aylanolmaysan zombi. Agar zombiga aylansang baribir yonasan. Bir Afg'onistondan. Buzilgan portal umma katika. Zato portal maniki. Sandig'i ham maniki. Oltin blok ham maniki. No bolta. Boltani osag'i jajgalka temir. Короче. Да, soat malik. Yana temir bor. 20 ta temir. Yo. 20 ta temirimi? Qashqarning tushiga og'zini qopdi. Qachqurmi bilan? Qach
kech tushishiga ozgina qoldi. Ya'ni tun tushishiga ozgina qoldi. Men odamga aylanishim kerak. Mana asalarining uyasini qidirishim kerak. Chunki tushim kerak. To'tiqushi bor-ku, lekin sekin uchadi. Men tez qo'llaydi, shundaylar. Lekin shunga yarasha jon tez ketadi. Men bir joydayman. Mana shu qancha endi to'tiqushmi? Biz hozir g'urumga qilamiz. Unchun uzr so'rayman. Hozir biz kreativ o'tiqishni qilamiz. Albatta. Hozir endi kreativdan qishloq qidirishga harakat qilaman. Sen ham kreativdamisan? Da, как раз. Mana bunaqa tekisli joylarda qishloq bo'ladi. Qishloqlarning uyasi ishlaydi. Da. Vodiy biyomasiga. Sahro. O ko'proq ekan. Nima ko'proq ekan. Nima bo'ldi tugadi. Ana sahro bor ekan. Tuya bo'lma tuya. Короче, biz g'urumga qilmaymiz o'zi. Biz unaqa jimmasmiz o'zi. So'kinishlar ishlayotgan bo'lishi mumkin. Bunga amal etmoqchi. Bo'pti. O'sha hamma qishloq topish qiyin. Tagida marjonlar. Marjon dedi u. Yo'q, to'xtanglar. Agar biz hozir mana buni olamiz, bunaqa olib qidiramiz. E'dan ko'rinmaydi-ku. Ko'rinmaydi. Ko'rinadi shekilli. Top bermaydi o'zi. Shunaq top beradi. Top bermaydi. Shon top beradi. O qatta paydo bo'lganimiz top beradi. Hozir. Endi biz bo'lmasa ko'z otib topamiz qishloqqa. Yana bitta katta kon topdim. Kon. Topdim. Men topdim. Aman topmaga. Topamiz.
Hatto shu ko'z orqali qishloq ham topishingiz mumkin. To'g'ri. End ko'zi. No qishloqlarda ham qartab bo'lishi mumkin va u qishloqda bo'lganligi. Qishloqlarning ya'ni tagida qartab bo'lishi mumkin. Короче, xullas shu joyda videoyimiz o'z nihoyasiga yetadi. Chunki hozir biz atigi yarim soat oldi, tushunsanmi? Yarim soat. Nima? Nega o'ldirolsan? Nega? To'g'ri. Ular shu ko'rmaymiz. Biz shunaqa g'irromlik qilishga majburmiz. Sen ham o'zing bo'ladi. Deyman. Bo'ldi biz bu yerga jonli o'ynash uchun kirganmiz. Hozir endi biz kreativ survival o'tamiz. Bom. Mana 4 qator jonimiz bor. 1 2 3 4 5 qator jonimiz bor ekan. Bundan bo'ladı. Na bol. Bize baribir shunga bizga qishloqqa ovqat va jitil birak kerak. Bo'ldi, mashin jonsiz bu. Haliyam. Kimdir gapiribdi. Eshitdinglar? To'xtab do'stim. Hazır bo'lmasa yo'q ekan. Mana shunaqa g'alati ham bo'ladi. Voy. Lava kulya topdim. Xullas endi masjidda ana kugash kerak. Shunga qatnay. Bu nima? Samsa. Mana. Bu samsa. Nima? Aytsa. Nega urding? Aytdim, o'ymanman deb. Bu mamma do'stlar qasddan bilay. Endi menga o'tib qoldi bu. Qatdan ushib qoladi. Qaysi birisi mol bordi mol qo'llam bordi. Ko'rishurlar. Asalarim yastabdim. Allah. Asalar bo'laymi? Va asalar bo'l. Gale saldırırsam. Ben de kayıp kalabileceğim. Çocuk kalıyor. Halktan bırakış yok topladı. Xullas bu videoni birinchi qismi tugadi do'stlar. Ikkinchi qismini chiqarishga aniq va'da beraman. Xullas hammaga xayr bo'lsin.